Amudaryoga yana 3 turist keldi. Hello friends, waiting 1 minute. Mana 2 turist, mana 3 turist. Hello, waiting. Jo'ralarni ko'rishtirdik mana keyin. Jo'ralarni ko'rishtirdik mana. So, assalomu alaykum. Welcome to our village, my friends. Thank you. Where are you from? France. And you? France. And you? Bulgaria. Ah, Bulgaria. Bulgariyadan ekan. François. Ok. On a un peu hésité, puis on a dit bon pourquoi pas, donc... Trop bien. Hello. Il y a de la place Mana pour tout ki, le monde, j'ai do'stlarni ko'rishtirdik mana. Putain, mais incroyable. Mana ki. Bizlardan oldu. Respect. This is your friends Yeah, we met them like on the road, like... in Uzbekistan or yeah, Kazakhstan? in Georgia. Ah, Georgia. 1 week ago. Bir hafta oldi Georgia degan davlatda ko'rishgan ekan mana 3 turistlar bilan. Mana 2 turist. Oil, respect. Respect. Sammaygo, Doran aka. Fransuz tilida söylab turibdi, qarang. Fransuz tilida. Bolgariyalik do'stimiz ham fransuz tilida gapirib turibdi. Budam. Bari. What's the name of your village? This village, my village name Marcus. Marcus. Yes, Marcus. Thank you. Bolgariyalik turist do'stimiz mana bizlarning ovulda taniyapti, mana so'rayapti, qiziqyapti. Har kuni kunini 21 dona turist valilar, turist valichilar valida o'tadi dedim. Mana qiziqib bizlarning ovulimizni so'rayapti. Qoyil, respect. Bizlarning ovulimizda mana bolgariyalik, fransiyalik turistlar mana bilyapti mana ki. Bilib oldim mana. Qiziqyapti. Yeah, popular. This is history. Thank you. Gayret Joram saytda mana turistlar keladi deb. Rahmat o'g'ada. Evening, bro. Okay, my friends. Thank you. Have a good trip. Bye-bye. Good luck to your cycling. Okay. Ikkita turist mehmonlar bugun bizlar bilan qoladi. Mana uchovi Xiva qarab ketib boradi. Ikkita turist mehmonlarni Xiva qarab kuzatib qo'ydik. Bu yil bizlar bilan qoladi, yerdan Xiva qarab kuzatib qo'yamiz. Senlar bular ko'rishsinda agar meni o'ltadilar. Assalomu Come here please. Qarang, mana kichkina ukalalarimiz kelibdi mana. Jiyanlar, og'allar mana. Turistlar bilan ko'rishamiz deb. Salom aytinglar mana. They are interesting your life and language. Yeah. Manaki. Salom qilmoqchi keldi. Oh, Aynan, yaxshi. Uzbek speaking. Aha, yaxshi. For you, hello, salam.